xo'psiz. Xo'p, biz ildizni o'rgandik, endi davom ettiramiz. Bugun mavzu ildizlar xo'psiz. Xo'p, qaraymiz endi. Masalan, bitta berilganda, qarang. Ildiz osti A minus B ning nimasi? Ko'radi. Xo'p, shart bergan A B dan katta. Yo'q, nima qilamiz? A kichik B dan qilamiz. Xo'sh, endi ana shuni o'sib chiqish kerak, to'g'rimi? Kvadrat bilan kvadrat. Kvadrat bilan kvadrat qilsam, Ildiz bilan kvadrat. kvadrat bilan ildiz qilsa, to'g'rimi? Endi nima chiqadi tashqariga? A minus A minus chiqadi, ha? A minus chiqadi. Endi savol, A minus B qanaqa son? Qanaqa son A minus B? Isbot manfiy. manfiy. Manfiy nima uchun? Minus. A kichik B degani uchun, to'g'rimi? Ya'ni kichik sonni agar katta sonni alsa nima chiqadi? Minus chiqadi. Demak, nima qilsam kerakman? Modul. Modul. Qarang. Agar sizda shart bermasa, modul chiqadi, to'g'ri. Lekin shart bergan to'g'rimi? A B dan kichkina, demak, joyi o'zgaradi. Bu endi A minus B emas, B minus A sifatida chiqadi. Tushunarli? Xo'p, endi qarang. Son bilan ko'ramiz. Xo'p, nima deymiz? 4 ayrilgan izosti 17 ning deymiz kvadrati. Xo'sh, Kvadrat bilan keyinchi qisqardi. Keyinchi 17 dan ildiz chiqmaydi. chiqmaydi. Yo'q, siz ana shuni chiqaring tashqariga. Chiqadi buni, keyin joy O'zi chiqadimi? Yo'q, joy almashadimi? joy almashtirib. Joy almashadimi? Yo'q, qarang. 4 kattami, izosti 17 kattami? Savol. Nima uchun? Chunki izosti 17 bu taxminan qanaqa son? 4 tu 2 la 4 tushunarlimi? 4 tu 2 taxminan. Ma'lum to'g'ri, bu kattaroq. Demak, izosti 17 ayrilgan 4 chiqadi. Tushundingmi? O'zi ko'p narsani nima shu zamir shunaqa savollar. Xo'sh. Qarang. Savol bor ekan. Izosti 2a plus 2 izosti a kvadrat minus b. Minus b. Izosti a plus izosti b plus izosti a minus izosti b ni. Xo'p, bizga ana shuni bergan. Shart bergan ekan. A katta yo'qdan izosti b dan va b katta yo'qdan 0 dan. Xo'p, shu shart bo'yicha qarang. Bu ikkalasi ayniyat ekan. Shuni isbotlash kerak. Nima qilishimiz kerak? Oxiriga borib 0 teng 0 qo'shish kerak edimi? Ha? Xo'sh, bir boshdan kelamiz. Qarang, nima qilamiz? Ikki o'ndan ildiz bor. Bu bitta ildiz, bu ikkita ildizning nimasi? Yig'indisi, to'g'rimi? Nima qilamiz? Ildiz qachon yo'qoladi? Kvadrat. Oshiraman kvadratga, oshiraman. Diqqat bilan qarang. Kvadratga. To'g'ri bo'ldimi? Ketdik. Endi buni bitta o'zi ildiz, to'g'rimi? Shuni o'zi. Ketdimi bular? Ha? Nima chiqadi? 2a plus 2 ildiz osti a kvadrat minus b chiqadimi? Bunda ham shu kvadrat bilan ildiz chiqadi. Endi bunga qaraymiz, lekin bu yig'indi, bu xuddi a plus b ning kvadratda gap. Tushunarli? Nima edi? Eslang, a kvadrat plus 2ab plus b kvadratmi? Ha? Ana endi nima qilamiz? Xo'p, birinchisi a ning kvadrati. Bu nimasi? Kvadrati. Ildiz osti a plus ildiz osti b ning nimasi bo'ladi? Kvadratimi? Nima qilamiz bu payt? Kvadrat 2 bilan qisqaradi. Plus 2 ko'paytirish a kara bmi? To'g'rimi? Izosti b ko'paytirilgan izosti a minus izosti b. To'g'ri bo'ldimi? Ana endi plus nima qilib ketdi? b kvadrat. B qolib ketdi. Izosti a minus izosti b ning nimasi? Kvadrati. Tenglik kelmas. Biz o'tida bordik-ku. Xo'p, ana endi yana bu 2 bilan bu 2 qisqaradi, to'g'rimi? Va nima chiqadi ildizdan? Nima chiqadi ildizdan? Ildiz Ha? osti b. Ildiz osti b. To'g'rimi? Ismi o'zgaradi. Nima uchun o'zgarmaydi? Chunki shartni boshqa aytganmi? Katta B. Olib chiqamiz.
2a plus 2 iz osti a kvadrat minus b tenglik a plus iz osti b plus 2 ko'paytirib. Endi qarang. Ana bu ikkita ildizni esda bizga xossa bordi. Ildiz osti a kara ildiz osti b ni mana nima qilsa mumkin? Bitta ildiz qilib a kara b deyish mumkinmi? Bitta qilaman. A plus ildiz osti b, a minus ildiz osti b. Xo'sh. Bu qaysi formula? A plus B, A minus B. O'sha formula. A kvadrat minus B kvadrat. b kvadratni beradi. Beradi. 5 B kvadrat. b ni o'zi beradi. B. A kvadrat minus b nima uchun? Chunki bu a ni kvadrati, bu iz osti b ni kvadrati, to'g'rimi? İldiz hocam. Demak, ana bu narsa nima ekan? Qara, buni o'zi bitta ildizni ichiga yedi. Ildiz yo'qolmaydi. Ildiz osti a kvadrat minus b plus a minus ildiz osti b bo'ladimi? Ketdik ildiz, to'g'rimi? Xo'sh, ana endi qarayman bu tarafga plus ildiz osti b minus ildiz osti b. Ikkalasi ketdi. To'g'rimi? Xo'p, qarang. Nima qoldi? 2a plus 2 ildiz osti a kvadrat minus b teng. Bu tarafga ham ikkita a bor. 2a plus 2 ildiz osti a kvadrat minus nima? b. To'g'rimi? Endi qarayapman, 2a bilan 2 qisqaradi, bu bilan bu qisqaradi. 0 teng 0 qoldimi? Demak, aynan nima bo'ldi? Yechildi. Nima bo'ldi? Isbotlandi. Tushunarli, ha? Buni yaxshi o'tdim. Ko'rib ish qilib. Xo'sh. Bosganimiz edi, o'qirib bilmadim. Xo'sh. Keyingisi. Xo'p, endi qarang, shiratda nima qilamiz? Funksiyani grafik kerak ekan bizga. Y teng ildiz osti x ning kvadrati. Savol: agar shart bermagan bo'lsa, ildizdan nima chiqadi? Modul. Modul. Nima chiqadi ildizdan? X. X modul. Moduldan Modul x chiqadi, to'g'rimi? Demak, bu bilan qisqargan paytda x o'zi chiqmaydi, nima chiqadi? Modul. Modul x chiqadi, to'g'ri bo'ldimi? To'g'ri bo'ldimi? Ana endi, demak, y teng modul x ekanmi? Buni grafikka chizish kerak, grafikka. Grafik degani o'tgandek Sağ yapalım. kerak emas. Sonlar o'qigan faqat bunaqa narsa. Bu o x o'qi, bu nima o'qi? O y, to'g'ri bo'ldimi? Xo'sh, grafikka buni joylashtirish uchun nima qilamiz? Shu ifodani buni o'chiramiz. Buni qo'yamiz. X, y. Xo'p, x teng 1 qiymatda y teng nech bo'ladi? 1. X teng 0 da? No. 0. X teng minus 1 da? X teng minus 1 da? 1 ni o'zi. X teng minus 2 da? 2. 2 da? 1. Endi qara, endi nima qilamiz? 1 da 1 bo'ldimi? 0 1 nuqtami? 1 nuqtami? 1 bo'ldimi xullas? Ha? 0 da 0. 0 da 0. Şey bo'ladimi ikkalasiga ham? Xo'p, minus 1 da 1. X ni minus 1 taxminan berami? Ana qarang. Ana 0 ku, qarang. X uchun bu yo'g'i musbat to'rlar, bu yo'g'i manfilar. Minus bo'ldimi? Endi qarang, minus 1 ga ham 1 ekan. 1 bo'ldimi? Ana ber. Minus 2 da 2. Minus 2 taxminan ana beradi. Minus 2 2 ana beradi. Xo'p, xullas, mana kelib. Şey deymiz ha? Şey bo'ldimi? 2 da 2. 2 qayerda? Ana beradi. Bo'ladi. 2 da 2 bo'lar ekan. Ana, endi nima qilamiz? Chizamiz. Demak, ana bu bizga bo'lgan. Ana bu bo'lgan bizga nima deymiz buni? Funksiya y teng modul x ekan. Tushundikmi? Qanaqa chizishni? Bu grafik chizish, mana. Juda ko'p qiyin emas, to'g'rimi? Chizib olamiz qanaqalari, keyin xo'p, so'mga chiqamiz o'zimizdan. Tushunarli, ha? Son yüzümüzden veremiz mi? Ha. Funksiya chiqarish uchun o'zlari beradi, tushunarli.
To'g'lam minus 11. Minus 11 beraveradi. Taxminan qarang, nima bilan minus 11 beraveradi, o'yin A beraveradi. Ham ikkalasi kes mana. Ko'ryapsanmi? Baribir ikkani o'ynadi, kesishadi. Hozir 10 bersang ham o'yin ana beraveradi. Mana. Sal qo'shibdim, beraveramiz. Va bor bu o'sha kesishadi, shu bu yerda chiziq. Shuni Tushundingizmi siz? Yaxshi.